Farg'onaning sentrida joylashgan Ibn Sino klinikasida UZIda 1+1 aksiyasi boshlandi. Bu degani bitta organingizda uzilsiz, ikkinchisi bepul ekan. Do'stlar, bu inson Tojali aka, Uziz aka, ozgina apparat haqida va aksiya haqida ma'lumot bering. Xo'p bo'ladi, apparatimizga ozgina samlina qilyapsiz. Akajon, bu apparat dunyodagi eng oxirgi model apparatlarimizdan bittasi, Chison Sono Air. O'zini kuchi bor, o'zini intellekti bor. Va o'zi aslida apparat kuchi emas, bu yerda vrachchi, ya'ni bizning kuchimiz bo'ladi. Har bitta ko'rgan narsamizga kasalliklar o'tkazib yormasligimizga biz kafolat beramiz. Aksiyamizga keladigan bo'lsak, 10 kun davom etadi va bizda uyga borib tekshirish xizmati ham bor. Uyga borib tekshirish xizmatimiz ham больницамizda qanaqa narx bo'ladigan bo'lsa, uyga borib tekshirsak ham hozir xuddi shu bir xil narx bo'ladi 10 kun ichida. Farzand ko'ra olmayotganlar va homiladorlar juda ham ko'proq o'z aslida bemorlarimiz shular bilan, lekin qalqonsuvan bezdan boshlab umumiy gormon sistemasidagi muammolar ham bemalol murojaat qilsa bo'laveradi. Bizda bosh bilan sonografiya deydi, yurak exosidan boshqa hamma joyni ko'raveramiz, kafolat beramiz xudo xolasa. Jab yo'q do'stlar, bu aksiyada siz ham o'zingizni tekshirtirmoqchi bo'lsangiz, akamizga bemalol murojaat qilsalar ham bo'ladi. Telefon qilsalar, uylarga borib ko'rib berish xizmatlari ham bor. Albatta. Manzil Farg'ona shahari Bilandi ko'chasidan kirganda o'ng qo'lda. Murojaatchi quyidagi raqamlarga bog'lanib, bu videoni hamma farg'onalilarga jo'natib qo'yinglar. Ketdi.